Hormang ustaga endi. Keling Alisher. Siz? Ha, xudo ishlarimiz bitib qoldi mana. Endi tanishtiring qilgan ishlaringiz bu xonadonda. Bu yerda endi mana shu yerda hozir to'g'ri kafeni bosdik. Kelaymi aka? Kafe bo'ldi. Endi to'g'ri kafe. Devorlar bosib qo'ydik. Dekorlar, sanzerlar. Mana bu yerda kuxunni navor bo'ladi, kuxunni navorga, farqiga olib kelib o'rnatib qo'yishadi. Bo'yi 90 bo'lgan. Bu yoqda bu. Hop, nasosimiz o'rnadi. Endi menga mana kirmochni tushadi. Tayyorlab chiqarib qo'ydik. Buni kirmoch navorni olib kelib o'rnatgandan keyin navorni ichiga kiradigan kirmochni bo'ladi. Endi bu yoqda kirmochni. Bu yoqqa endi menga xolodilnik tushadi. Bunda korоб bo'ladi. Xolodilnikning ustida turadi. Bunda xolodilnik bo'ladi. Shuning uchun buni ochiq qoldi, to'sib ketadi. Menga mo'yga tushadi akangni. Hop, nasosimiz ham shu kuxunni naborga qolib ketadi. Keyin bu yer isitishga keladigan bo'lsa, pollari polda to'pli pol bo'lgan. To'pli pol bo'lsa mana mana to'pli pol kollektori. Kollektor miyasi deyiladi, boshqariladi. Tashqariga kotel ulanadi, keyin radiator bo'lgan. Bu yerga plus radiator. Ha, plus radiator. Qo'shimcha. Keyin hali monoxonaning ichiga bardagi hali ichida yurib oldi. Erta kunga bo'lsa, bu yotoqxona bo'ladi, onaxonga hojilar yotoqxonalari. Bu yerda hali devorlari bitgan, pollari bitgani yo'q. Radiatorda isiydi. Nari eshik endi hammomga o'tadigan eshik bo'ladi, nari. Hammom quriladi, hammomga o'tadigan eshik bo'ladi. Hop, keyin mana to'pli pol. To'pli pol kirish. Qish kunida bola-chaqa maza qilib bemalol yalangoyoq yura oladi, o'tirib o'ynaydi, issiq bo'ladi. Plus radiator. Keyin bu yerda bitta yotoqxona bor. Yotoqxonada ham radiator. Bu radiator isiydi. Xo'p, endi shu yana nima endi? Kotel tashqariga o'rnaydi, mana radiator. Radiator 50 ga endi radiator 42 metr. 42 metr. 42 metr. Endi o'zi bu shartnomasini qo'shimcha qo'yib qo'yardik. Avvalo qattiq sovuq bo'lib ketadigan bo'lsa, endi qanaqa holat bo'ladi? Shuning uchun bitta avariya qo'yib qo'yardik. Shu endi. Qanaqa ishlar endi? Yaxshi, chiroyli chiqibdi.